Assalomu alaykum. Arab tili grammatikasi silsilaviy darslarini boshlaymiz. Ushbu darslarimizga manba sifatida, kitob sifatida butun dunyoga mashhur bo'lgan va bir necha yillardan beri arab tili o'rganuvchilarga eng oson manhajda, eng oson uslubda o'rgatish uchun mo'ljallangan Madina kitobini tanlab oldik. Bu kitob o'zining mashqlari ko'pligi bilan va mavzular ketma-ketligi va bitta mavzuni ham bo'lib oson tarzda tushuntirilganligi bilan ajralib turadi va mana necha yildirki ko'plab o'quv yurtlarida yoki o'quv markazlarida ushbu kitob asosiy manba sifatida, asosiy darslik sifatida ham o'rgatib kelinadi. Birinchi dars. Ad-darsul avval. Ad-darsul avval. Al-avval birinchi degani. Ad-dars dars, birinchi dars. Demak, bu darsimizda sizlar bilan hada haqida gaplashamiz. Hada bu ko'rsatish olmoshi, arab tilida ko'rsatish olmoshi ismu ishora. Ismu ishora deb aytiladi. Ismu ishora ya'ni ko'rsatadigan ism. Ya'ni bizda bu ko'rsatish olmoshlariga to'g'ri keladi. Va arab tilida erkak jinsi muzakkar, ayol jinsi muannas turlari bo'lib, har bitta jins talab qiladigan o'rinlarda mana shu muzakkar va muannas jinslarida alohida ko'rsatkichlari bor. Masalan, aytaylik, ko'rsatish olmoshlarini ham muzakkar muannaslari bormi erkak va ayol jinslarida desa, albatta bor. Erkaklar uchun ishlatiladigan maxsus ko'rsatish olmoshlari va ayollar uchun ishlatiladigan maxsus ko'rsatish olmoshlari bor. Va birlik, ya'ni bitta inson yoki bitta so'z uchun ishlatiladigan ko'rsatish olmoshlari bor va ko'pliklar uchun ishlatiladigan maxsus ko'rsatish olmoshlari bor. Va arab tiliga xos bo'lgan son kategoriyasi, ya'ni ikkilik son uchun ham maxsus ko'rsatish olmoshlari bor. Ammo bu kitobda bitta mavzuni bir necha darslarga taqsimlab, o'quvchiga oson tarzda tushuntirganligi uchun bugun faqat hada haqida gaplashamiz. Demak, hada bu o'zi ko'rsatish olmoshi ekan. Tarjimasi, ma'nosi bu degani. Bu. Va bu muzakkar uchun. Muzakkar bu erkak jinsi uchun ishlatiladi. U xoh inson bo'lsin yoki hayvon bo'lsin yoki arab tilida erkak jinsida deb qabul qilingan har qanday erkak jinsidagi so'zlar uchun ham ketaveradi. Masalan, bu kishi yoki bu bola yoki bu aytaylik xo'roz yoki bu parta, kitob, hammasi uchun ishlatsak bo'ladi. Va ko'rsatish olmoshlari o'z o'rnida ikkiga bo'linadi. Ikkiga, ya'ni uzoqqa ishora qiladi va yaqinga ishora qiladigan ko'rsatish olmoshlari. Hada yaqinga ishora qiladigan va birlik so'zlarni ko'rsatadigan va muzakkar so'zlar uchun ishlatiladigan ko'rsatish olmoshi. Tarjimasi bu. Ana endi bu ishtirokida ba'zi gaplarni ko'rib chiqamiz. هذا بيت. هذا بيت. هذا bu baytun uy. Uy demak muzakkar jinsida ekan. Muzakkar jinsida ekanligini biz qayerdan bilamiz? Masalan, inson bo'lsa yoki hayvon bo'lsa, uni jinsidan erkak yoki ayolligini bilsak bo'ladi. Uyda bunday tushuncha yo'q. Nima qilamiz? Bunday holatlarda, ya'ni so'zning jinsi bilan ya'ni haqiqiy ko'rinishda uni jinsi bilan muzakkar yoki muannasligini aniqlab bo'lmaydigan so'zlarda so'zni holatiga, tugash holatiga qaraymiz. Agar so'zning oxirida ta marbuta bo'lsa, unday so'zlar muannas, ya'ni ayol jinsidagi so'zlar hisoblanadi. Agar ta marbuta bo'lmasa, odatda bular muzakkar so'zlar hisoblanadi. Demak, baytunda ta marbuta bormi? Yo'q. Demak, bu muzakkar so'z. Hada baytun, bu uy degan gap. Xo'p, navbatdagi gapimiz hada masjid. Hada masjid. Masjidun deb o'qisangiz ham bo'ladi, masjid deb o'qisangiz ham bo'ladi. Odatda oxirida to'xtaganda vaqf qoidasiga amal qilib, oxirgi harakatlarni sukun holatda to'xtatamiz. Bu arab tili grammatikasida ham, so'zlashuv holatida ham bir xil ishlaydigan qoida.
hada masjid. Masjid so'zini ham oxirida tamarbutasi yo'q. Demak, bu ham muzakkar. Shu sababdan hada to'g'ri keladi. Tarjimasi bu masjid. Navbatdagisi hada bab. Hada bab. Bu eshik. Bab eshik degani. Navbatdagisi hada kitab. Hada kitab. Kitab muzakkar, tarjimasi kitob. Bu kitob. Navbatdagisi hada al-qalam. Navbatdagisi hada qalam. Hada qalam. Bu ruchka. Keyingisi hada miftah. Hada miftah. Bu kalit. Demak, miftah bu kalit degani va biz hozirgacha o'rgangan so'zlarimizning hammasi muzakkar jinsidagi so'zlar, chunki oxirida tamarbutasi yo'q. Keyingisi hada maktab. Maktab bu yozuv stoli. Odatda dars qilinadigan stollarni maktab deb aytiladi. Hada maktab bu stol. Hada sarir. Hada sarir bu kravat. Bu kravat. Hada kursiy. Hada kursiy bu stul. Ilm olishdagi eng asosiy narsa undan bezib qolmaslik. Shu sababdan darslarimizni qisqa holatda va sizga oson tushuntirilgan holatda va ma'lumotlarni ko'paytirmagan holatda mana shu holat bilan kifoyalanamiz va navbatdagi darslarimizda navbatdagi sahifalardagi mavzularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, darslar davomida siz albatta o'zingizga daftar tutishingiz kerak. Yangi so'zlarni yozib boring. Masalan, bugungi o'tilgan dars yuzasidan qanaqa mashq qilsam bo'ladi desangiz, so'zlarni yozasiz va o'zingizga gaplar tuzasiz. O'zbekchasini aytasiz. Bu kitob. Hada kitab. Bu uy. Hada bayt. Shu tarzda siz ham qoidani tushunasiz, ham so'zlarni yodlab borasiz. Va darslar davomida, bundan keyingi darslarimizda agar mashqlarda yangi so'zlar bo'lsa, agar qoidalar bo'lsa, biz u mashqni birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar siz u mashqni o'zingiz mustaqil tarzda bajara olishingizga ishonsak, biz u mashqni sizga tashlab ketamiz, o'zingiz mustaqil bajarasiz. Va bu kitobni o'zingizga yuklab olishingiz uchun ushbu video ostida bu kitobni linkini tashlab ketamiz. O'zingizga bemalol yuklab olsangiz bo'ladi va dars davomida o'zingizga konspekt qilish uchun yoki kuzatib borish uchun qo'llanma sifatida ishlatasiz. Salomat bo'ling.